Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun iftorlik uchun juda ham ajoyib, hammamizga ma'qul keladigan, katta-yu kichikka ma'qul keladigan juda ham yumshoqqina tvorogli pechenye tayyorlaymiz. Tvorogli pechenyemizni tayyorlashimiz uchun quyidagi mahsulotlar ketadi. Tvorog, demak, un, razrixetel, smetana, shakar, saryog', tuxum, vanildan foydalandim. Demak, Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda 400 gram tvorogga 120 gram shakar hamda 1 dona tuxum hamda 30 gram un solib, mana bunday massani tayyorlab qo'ydim. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi xamirini boshlaymiz azizlarim. Xamiri uchun 1 stakan, ya'ni 200 gram shakarga 2 dona tuxumni chaqib solamizda, mikserdan foydalandim. Mikserda shakari eriguncha asta-sekinlik bilan mikser qila boshlaymiz. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda bo'ladi. Iftorlik uchun juda ham yaxshi, yumshoqqina. Demak, ana endi smetanamizni solamiz. 150 gram smetanani ham solib mikserda aralashtirib olyapman. Ana endi 150 gram saryog' yoki margarindan foydalanishingiz mumkin. Men shedreletadan foydalandim. 150 gram shedreletani uy sharoitida erib turibdi. Uni ham solib, mana shunday mikserda aralashtirdim. Ana endi suyuq holatida bo'ldi. Ana endi mikserdan foydalanmayman-da, ana endi men lopatkachadan foydalansam ham bo'ladi. Demak, biz ana endi unni solishni boshlaymiz. Men oliy navli undan foydalandim. Demak, azizlarim, oliy navli unimiz 4 stakan ketadi. Unlarimizni albatta elakchadan o'tkazib olishimiz kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek, asta-sekinlik bilan elakchadan o'tkazyapman. Mana bu demak 1 stakan. Birinchi navbatda 1 stakan unimizni elakchadan o'tkazamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana 1 stakan unimizni elakchadan o'tkazib, yaxshilab elakchadan o'tkazyapmiz. Ana endi uni yaxshilab aralashtiramiz. Mana bu ikkinchi stakanimiz. Uni ham elakchadan o'tkazyapman. Uni ham ko'rib turganlaringizdek shu orada 2 choy qoshiq razrixetelni ham elakchadan o'tkazib yubordim, xamirga solib yubordim. Ana endi azizlarim, ko'rib turganlaringizni yaxshilab mana endi 3 stakan unimizni ham elakchadan o'tkazib asta-sekinlik bilan xamirni aralashtiryapman. Men ozroqgina birdaniga solmadim. Ozroqdan, ya'ni 4-stakan unni ham solib yubordim. Asta-sekinlik bilan unlarni soling, qotib qolmasin xamirimiz. Mana ko'rganlaringizdek yumshoqqina xamirimiz tayyor bo'ldi. Ana endi buni selofanga solib, muzlatgichga qo'yamiz yarim soatga. Yarim soat turdi. Mana endi zvolachalar qilib oldim, ya'ni sharikchalar. Bu yerda 40 gramdan azizlarim har birini o'lchadim. 40 gramdan 26 ta zvolacha bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizdek tvorogni solib, mana shunday holatda qilib tayyorlab olyapman. Mana filkadan foydalandim. Xamirimiz juda ham yumshoqqina, qo'lga yopishadi. Unlab zvolachalar tayyorladim.
Mana ko'rib turganlaringizdek, yana bir bora ko'rsatyapman sizlarga. Mana shunday holatda bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, tavsiya qilib qolaman sizlarga. Mana yana bir bora mana shunday holatda ketma-ketlikda bajarilaveradi, azizlarim. Vilka bilan ishlov bersangiz, chiroyli ham chiqadi. Albatta duxovkamiz 180 gradusga qizib turibdi. Demak, 20-25 daqiqada pishirib olamiz. Duxovkamizni qizitishga qo'yganman. Demak, tvorogli pechenyelarimizni ustini tuxumning sarig'i bilan tuxumni sarig'ini surib chiqaman, ko'rib turganlaringizdek. Demak, mana shunday holatda surib chiqaman. Demak, pergament qog'ozga. Demak, azizlarim, mana tvorogli pechenyelarimiz ham pishib chiqdi. Albatta tayyorlab ko'ring, azizlarim. Siz Rohila Universal kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, like tugmachasini bosing, hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Azizlarim, g'oyibona ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'lasizlar.